baş i. İkinci baş i. O'tira i. İkinci o'tira i. Ayaq i. İkinci ayaq i. Ulanma i. Yalğız i. Tişlişipti, ishki eshti so'ngak talishib, bayram qipti meshiklar chavak chelishib. Hil ustiga chiqolmay, muloqotga Fatima Yirtilg'achqa kengligi yamab badi baima. Hadam tikkichi, akam yozg'ichi, singlim o'yinchi, men o'qig'ichi. otasi quduq qazdi, Bolasi she'r yozdi. it, te, it, it. I, she, ish, ish. I, g'a, shini qo'shsa, ishi bo'ladi. I, she, ishi, ishi. Atqa, ni qo'shsa, atni bo'ladi. Ate, at, ne, ini, atni. Ağa, tini qo'shib, sini qo'shsa, atisi bo'ladi. A, te, i, ti, se, i, si, atisi. Tepishma. İnaq bir oila kishilari bo'lib, er gilasga bak amroq ket. U bugunmi ishga minish oldida xotiniga. Xotin, menga gilas uzib bagina deb turyapti. Xotini idishga suv quyayotgan bo'lsa-mu, erning ko'nglini deb gilas uzib beribdi. Er gilasni elib yo'lda yigak zavodga beribdi ekan, ishga kechikib qoldi va boshliqdan tanqid anglabdi. Er ishlab etib, ish pushqida o'ylang'ach bir tepishmoq tuzibdi. U uyga kelganda beliqi tepishmoqni xotiniga aytib beribdi. Ittiba mushukli yo'q. Ikki chashqan tushukli yo'q. Ilmakda ba tuzdi yo'q. Tilimda ba so'zdi yo'q. Gilasda ba omidda yo'q. Mejitda ba mamudda yo'q. Xotini bu tepishmoqni topolmay bolasidan so'rabdi. Balımı tapamabdı. Qiziqarlıq bo'g'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib, hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgan etmiş. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olamsiz.